Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz ona? Ha, rahmat. Onajon, bugun ertalab ish bilan bo'lib shoshilib sizdan bir narsa olmay ketibman. Shunga telefon qilayotgandim. Ha, nima bemalol? Onajon, ertalab ko'rdingiz, ishga shoshildim. Sizdan eng go'zal bo'lgan narsa duo olmoqman. Meni bir duo qiling. Bugun men yana kutilmagan tabrik loyihasi ijodkorlari bilan Chusvan studiyasida mana shu bizni yaqinlarini, yaxshi kunlarni, quvonchli damlarini ishonib topshirgan insonlarni tavallud ayyomlarini telefon orqali yetkazish uchun studiyadamiz. Undan oldin men sizdan chiroyli bir duo olmoqchiman onajon. Ha, birinchi bo'lsin, ishlaring bardavom bo'lsin. El xizmatida charchama, hammani xursand qilib yurgin ilohim. Jannatdagi insonlarga yaxshi niyating bo'lsa, o'zingga ham yo'ldosh bo'lsin, yo'llaring bexatar bo'lsin, ishlaring oldiga sursin, rivojini bersin yaratgan egam. Amin. Rahmat onajon, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Ko'rishguncha salomat bo'ling, sog' bo'ling onajon. Assalomu alaykum. Kutilmagan tabrik loyihasini kuzatib borayotganlar. Kutilmagan tabrik loyihasi ijodkorlari yana sizlarni yaxshi kunlaringizda, yaqinlaringizni quvonchli damlarida yana siz uchun xizmatda. Bugun ham bir baxtli insonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida ularga qo'ng'iroq qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting.